Tomdan tarasha tushgandek hozir karnet so'rab qolishdi. Karnet? Yo'q, karnet o'zi jalka emas. Lekin karnet depasajni saytini ochib qarasangiz, Jibuti karnet so'ramaydigan davlatlar qatorida turibdi birinchidan. Ikkinchidan, karnet bilasizlar, bor yo'g'i 4 varaq qolgan xolos menda. Hali karnet so'raydigan davlatlar turibdi oldimda. Keniya, Tanzaniya, Zambiya degan davlatlar turibdi. Chunki ularga bormasak bo'lmaydi. Haligi dunyodagi eng katta qo'riqxona ochiq hayvonot bog'i Keniyada joylashgan, Tanzaniya ikkalasining o'rtasida joylashgan. Ikkalasiga bormasa bo'lmaydi, karnet so'raydi ular. Yoki dunyodagi eng katta sharshara Victoria sharsharasi Zambiyada joylashgan, u yerga bormasa bo'lmaydi. 4 varoqni qanday qilib men ularga yetkazaman hozir bu yerga Jibutiga berib qo'ysam, men shunga aqlim yetmayapti. Ana mashinani Saudiya Arabistonidan bu yoqqa Afrikaga jo'natgan kompaniyaga topshirdim karnetimni, chunki tamojnadan pechat bostirish kerak. Ularga hozir telefon qilib yozdim-da, mana qani meni karnetim qayerga qo'yishding, mashinani ichidami desam, yo'q, ofisimizda turibdi deb yozishyapti. Garanglar, tormozlar. Ko'nishmadi. Karneting yo'q bo'lsa kirmaysan dedi. Xuddi o'sha Iroqdagi voqea qaytarilyapti. Karnet. Karnet yo'q, no visit. No karnet, no visit deyishyapti. Endi Jiddadan, hali ifloslardan jarangmi, mashinamga solib qo'ymaydimi karnetni, nima qiladi olib qolib? Tormozlar.